Assalomu alaykum azizlarim. Bugun sizlarga hech qanaqa sarmoyasiz botdan rubl ishlashni o'rgataman. Mana shu botni silkasini pastda qoldiraman. Birinchi navbatda start bosib olamiz. Mana bu yerda bizda bonuslar bilan ishlashni ko'rsatilgan. Faqatgina 1 kunlik bonuslarni olib ishlaysiz. Mana Polchit bonusni bossangiz, bonus beriladi. Men bonusni olganman. Mana 21 soatdan keyin yana bonus beriladi. Undan tashqari referralni bossak, referrallarimizga ham pul beriladi. Silkani tarqatishimiz kerak. Mana Polchit degan 10%, ya'ni bonusini 10% hamda ular ishlaganidan 0,5 rubl beriladi. Bonusga o'zlaring kirganda har qancha bonus berilishi mumkin. Misol uchun 5 rubldan to 10 rublgacha. Yechib olish esa minimalni yechib olish 10 rubl bo'ladi. Men mana bugun yechib olganim mana ko'rsatilgan 12,9 rubl yechib olingan. Xohlagancha yechib olishinglar mumkin. Silka tarqatib, do'stlaringiz taklif qilib ham pul ishlashinglar mumkin bo'ladi. Bu yerda o'yinlari bor. Mana rubl tikib o'yin o'ynasanglar bo'ladi. Mana har xil o'yinlarning nomi ko'rsatilgan mana. Bu yerda ham rubl tikib o'ynasanglar bo'ladi agar o'ynamoqchi bo'lsanglar. Bo'lmasa, shunchaki Polchit bonusni bosib 24 soat ichida bonuslarni olib o'ynasanglar, bemalol pullaring yechib beradi. Pul tushgan, hozir uni ham sizga ko'rsataman. Mana Payrga kirib olamiz. Storyga kiramiz. Mana 12,9. Voy yechib olganim sraza tushib bergan. Bemalol ishlasanglar bo'ladi. Faqat bonuslar yig'ib o'yin o'ynab. Hech qanaqa depozit shart emas.